yine bunday qiyinchiliklarni desak sanab tüketkil bo'lmaydi. Özümüzün vatanimiz bo'lmagan sharoitdan nurg'ulg'an imkoniyatlardan bo'lmaydi. Bütün ishlarga kurash qilsak tuzilgan-ku, kurash qilsak mushtaq bardosh qilsak, mushtaq amallansak hal qilib bo'lgan-ku degan ashta. Ders o'tgan vaqtimda kasbiy axloqda orzu to'g'riq dars so'zlaganda, bolalar chiqib so'zlagan darsi nima bo'ldi? Uzun yo'llarni uzun musafir birinchi qadamdan boshlandi, bir qadamdan ashtaq boshlab, ishni shu menga harakat qilsak bo'ladi ekan. Bir foydalangandek bir fursatlar bormi? Nelarga berish kerak? Nimalardan foydalanish kerak? Endi bu ota-onalarimiz bu bolalarni pul to'labmi olib chunki qo'lida kasallik tarix bo'lmaganlik uchun qarsaylik to'shqan allaqachon o'tib sakrab ketgan. Demak shu osam qisam assam joydida osmon qarab turib emas, o'rni qo'pdik kitab qo'piliqi to'shqan tutgan bo'lsa, balkim shu ishlar amalga oshdi. Bir-birimizdan ruhiy jihat ilhom elib, men ularning hikoyasini anglab, "Voy, mening qilganim ishim emasga" dedim. Qanday sizga o'xshash kurash qilish kerak, o'zining huquqini qo'g'dash uchun nima ishlarni qilish kerak? Ashta masalan, 53mi, 52mi deb bir san to'g'risidami shundoq jiqiliq munozir bo'lib ketdi-da. Balamga nimani qildirmoqchi bo'lsam, o'zim shuni qildimki, balam qildi. Shu men qanigi Mustafa qildi, Mustafa qilgan Nihal qildi. Shunga bizning ig'iz orqali qilgan, yo'q faqat ko'zimiz orqali, qalbimiz orqali, harakatimiz orqali yetkazdik. Masalamda hozir ma gapingiz yana nimani o'yladim. Nurg'ulg'an ota-onalar ilqib bolalarini tarbiyalashda gapimni anglamadı, andaq, mundaq, axop kitbar, ko'klik kitbardi deydi. Angiz vaqtim yetishmidi, yetishib bo'lamdim deydi. Mesela sizning ahvolingizni aytsak, yetishmisiniz, sizning yetishmisi bo'ladi. Mush bolalarni mushtaq ahvolda magistrlik o'qidingiz. Doktorlik o'qiyapsiz. Bu doktorlikdan sirt yana ma'voylik Amerikaning MBA onun yan başladım da. Onun almashtırdığınız məktəbinizini. Ondan siz bir qancha şirketlərninki, texi yazdı bəkçiq şirketken hazır olan qısqartdınız. Bir qancha şirketlərin qanun vakalatçılığını qıvatsız. Demək siz hem oqıvatsız, hem işləvatsız, hem balalarınız oqıtvatsız. Demək yenə siz yeterlik vaxtınızı çıxırıb balalarga ana bovatsız. Çünki biz qılımız desək, başqalar bahane səbəb. Şunday mı? Aşiretim kirgizvarsınız, bütün his xiyallarınız. Onu keyin bana qarang. Sizin kayfiyatingizni qachon ko'rsam, aptapdak ichilib tursiz. Ashtaq ko'rmaysiz, har qatim ko'rsam energiya qabul qilmayman. Demak, sizning yasinishqimi, vaqtingiz yetidi. Ayollar xos bunda bir yurishqimi, mashina haydashlaringiz shunda omoq. Demak, siz hemen qila olaysiz. Qilmiz desa, hemen qila olaysiz. Mesela işte aldırış işlep getdim deb o'zingizni tashlab etmaysiz. Qachonlik qarsa odamga bir xil estetik zo'q beg'ishlaydigan holatda gap so'zingiz, yurish turishingiz, o'tirish qo'pishingiz, bir ishlarni qilishlaringiz maqtab etmadim. Men bek hayron qolmadim. Demak, siz ishlarni qila oldingiz. Bu bir yo'q odamni davatgan emas, ko'z oldimizdagi ishlar, bu bir haqiqiy ishlar. Shundaymi? Biz qilmiz desak qila olamiz. Shu ham sizni hozir nima talab qilmaydi desangiz, siz ota-ona siz sağ balla ve aşağıda periştem olan biz perişte ballarımız hep adıdık o. Aşağıda qamdi biraz nimrak toğulup qalğan şu ballarının ata-onalarına qandaq bir tavsiye, talab fikirleriniz var. Şunu ortaqlaşaylik. Oldu bilan bək vaxt verdiniz zaten. Onda emas. Qorxub qaldı. Amma mənim bu işlişim, xizmətim, deyli, normal turmuşum, ailədə yo'ldashim bilan bo'lgan, bizning er ayolligimiz bolalarım bilan bo'lgan, opa bolalik munosabatim, do'stlarim bilan bo'lgan do'stlik munosabati, siz bilan sizga o'xshash har xil adilarim bog'lab olsam, buni hammasini tanishishim kerak. Agar hammasini tanishmasam, men nihol bir yaxshi opa bo'lolmayman deb. To'g'ri. Har qanday vaqtda o'g'lim bilan qizimni yonimda bordek his qilmam. Birinchi qiladigan ishim shu. Muşlar yenimde badekler mis qilmay çünkü yaxshi ta'sir qoldiray. Qarab o'rgandi dedim, o men tegdimdan emas, men qarab o'rgandi. Shu bolalarımni badek his qildi, shu o'zim muşlar jihati qattiq talab qo'ymayman. Masalan, bu yerdan deb o'tdingiz, masalan
kiyim kechak jihatdan boshqa ishchi bo'lsin masalan Nihal yaxshi ko'rsa seni beğenmedim deb qilib qo'ydi kiyman hatto sat kiyib qolsa ya nimdeb kirim qilmadan nimdeb chechag'anda qilmaysan deb men bildirdi shuni chiqib bo'ldi balam deb aldirab ko'nglim bu qoldi qarang bu qopman deb shunga har qanday vaqtida bolalarimning taklifini fikr taklifini olma qabul qilma shu joyda o'zim qattiq talab qo'yma endi men buni o'zimning turmush bo'lishga tegishli ish deb qarab keldim bu hargisning ortiqchiligim emas xizmatim masalan yashash uchun bolalarimning o'qishlari uchun masalan Nihalning har xil chiqimlari bor yo'ldoshim bir tarafdan ishlaydi men bir tarafdan ishlab biz buning bilan texmi yaxshi qila olishimiz uchun 2 kishi 3 kishi ishlashimiz kerak bu o'zimiz qo'ygan o'zimizning hayotiy shartimiz bu tirishadigan bu mas'uliyatimiz deb o'ylayman endi başqa ota-onalarga kelsak men haqiqatan bir narsa demayman. Mana shu bizning farishta bolalarimizning shu qahramon opalarga deydigan bir qancha yurak so'zlarim bor. Bu hargiz taklif yoki bo'lmasa boshqa bir gaplar emas. Yurak so'zlarim bor. Boshqalar bir qatam tirishsa, biz 10 qatam tirishimiz kerak ekan. Boshqa ota-onalar bir qadam olsa, biz 10 qadam olishimiz kerak ekan. Masalan, boshqalar 6 soat uxlasa, biz 4 soat uxlashimiz kerak ekan. Nimishqa biz bolamiz uchun yana bir gap haqiqatan qiyinchilik sharoitda bolalarimizni tarbiyalaymiz deb bolalarimizni davolaymiz deb qiynalamiz. Nurg'un narsalar hal qilib bo'ladi-da, ammo o'zimiz mengib shu hal qilish usulini topmasak, hech qaysi bir usul oldingizga kelmaydi. Andan keyin men yana bunda bir gapni o'zim bir qattiq deyman. Masalan, bir qiyinchilik bor, bir qiyinchilik sizni o'ldirib ham qo'ymasa, qiyinchilik o'ldirib qo'ygan qiyinchilik ham bo'lmasa, u sizni cho'qim kuchlantirdi. Masalan, bu Nihalning kelsak-mu, Nihalning qiyinchiligi, Nihalning kesib deymiz, bu bizning imtihonimiz, hadiyamiz. Bizni o'ldirib qo'ymadi, ammo bizni kuchlantirdi. Yo'ldoshim masalan, kichik bilimlarga ega bo'lsa, aloqasi uzildi desam bo'ladi. Masalan, butun o'zini ishga otdi. Ishlab o'zingiz bilasiz, atdigan soat 5-6 da chiqib ketdi keldi. Ish qilish, ishlashni bilmaydi. Qarshida bizning ishimiz yo'ldoshimiz. Qarshiga mana shu ma tarafdan A tarafga, Yevropa tarafga, qarshi taraf, Osiyo tarafga berib turib qoladi. Erinmaydi. Nima uchun? Qizimiz uchun, balamiz uchun. Men o'zingiz deganga o'xshash o'qib, ishlab nima uchun? Balam ha opam o'qibdi-ki, opam ish qildi-ki deb mendan faxrlansin, Nihal mendan qizimga qarab bu hayotda cho'qim ishlash kerak ekan, cho'qim tirishish, cho'qim o'rganish kerak ekan deb bolalarim menga qarab o'rgansin deb mana hammasini mushtaq qilman. Bu ota-onalarimizga yana deydigan gapim, qiyinchilik pek ig'ir, ammo cho'qim bir chorasi chiqadi. Bu chorasini hech kim oldimizga kelib qo'yib bermaydi ekan, o'zimiz berib izlashimiz kerak ekan, berib tepishimiz kerak ekan. Yana bir gap deb qo'ydigan gapim, mayli men ish bajarishda bo'lsin, bolamning maktabida bo'lsin demak. Hech qaysi bir ish, hech qaysi bir odam bizdan, bolamizdan u qadar muhim emas. Müdür bo'lsin, boshliq bo'lsin, albatta sayg'imiz bor, hurmatimiz bor. Shu müdür boshliq bo'lishimi, o'qidi, ishladi, japotatdi, shu yerga keldik. Ammo bolamizning sog'lomligi uchun bir qitim ishni cheksak, ishni oshmasak, qayta chekib beqish kerak ekan. Bu yoq qilib bermayman desa, ay berib qilish kerak ekan. Bu doktorxon bo'lmaydi desa, boshqa doktorxonga berib tekshirish kerak ekan. Cho'qim tirishsa, hal qilib bo'ldi ekan. Ba'zi qiyinchiliklar bor, qat'iy hal qilolmaydigan. Masalan, qiyinchilik demayman-da, ba'zi gapchi masalan, mening bo'yim qisqa masalan bir alakatni. Hargiz 1.90. Men hargiz 1.90 qo'yib kiyib olsam-mu, 1.90 bo'lib qolmayman. Buni o'xshash ba'zi narsa bor, o'zgartib olmaydigan. Ammo lekin bu bolamizning kesili deymiz. Alloh shifolik berib ham qolsa, siz jiq shukr qilsangiz, jiq sabr qilsangiz, jiq duo qilsangiz, Alloh shifolik berdi. Buning uchun siz cho'qim bek tirishingiz kerak ekan, bardosh berishingiz kerak ekan, badal to'lashingiz kerak ekan. Shu natijasi cho'qim ko'rsiz. Shunga deganga o'xshash men cho'qim nimish xo'shal turma, bolam meni xo'shal ko'rsin-da, bolamni xo'shal bo'lsin deb o'ylayman. Hamda normal, bolalar sog'-salomat, sog'lom bo'lgan ota-onalarga boshqa men ishim demayman, nim deyman, opiliq o qadar ulug' bir kasbki, ulug' bir emgak, opiliq, otiliq o'xshash, o qadar bir ulug' bir kasbki, ulug' bir ishki hamda ishim demayman, ular bir taklifni bermayman, unga ya'ni addim emas deyman, ya'ni addim emas unaqa qilganga. Lekin deb qo'ygan bir gapim, balalar jiqqa kelsa, hargiz paransanma, vaqirma, jaqirma deb Undaq demanglar, cheklamanglar, chunki men mening bolamning ovozini anglash uchun 5 yil saqladim. Apa degan gapini ovoz anglab beqish uchun men 5 yil tirishdim, 5 yil
bağımға ayırımız qalmadı, qılmağan işimiz qalmadı, davalatdıq degan o'xshash. Yana nurg'un ota-onalar va o'tgan bir gapni deb berdim. Bir hadimiz o'zi bolasining damdam turg'unini, o'r turg'unini ko'rish uchun 4 yil 5 yil saqladi. Yana bir ota-onamiz bor, balasining ko'rishi uchun bir narsa ko'ralishi uchun, farq etish uchun necha yil saqlagan ota-onalarimiz bor. Shunga o'xshash hargiz bolalar yugurib ketdi, qalayimgan qilib ketdi, o'qib ketdi. Demizga degan umidda shu menda chidab tura olmayman, joshda qilib. Nimishqa qo'yversa men o'zim ixtiyoriy deb. Shunga do'stlarim bolalarning hammasi bizga gap qilishqa biroq. Nimishqa men xalaqanchi faqat o'zinglar bexatar bo'lsanglar, o'yin o'rasanglar, men chiqarsanglar, meni deb nim qilsanglar meni tashib bola bu qisul bolalikdan yashsin deb. Shunga kichik bolalar men o'yin kelishga biroq do'stlarim kichik yosh qush bolalarim kelib qo'limiz deb turadi da. Xalsanglar qilinglar deb. Şuna balalar balalıqın yaşığa yaxşı balalıqın yaşasınki, yaşlıqın yaşığa vaqtida balalıqın mındaq ötkendi degan bir əslim qalmasın. Mən bu balam ağırıq bolsunmu, balam gerçi şu 5 əzası saq emas degan bir qolumda 5 əzasının birisi bolğan şu qulaq anlaş sezim tövən degan şu qağızımız qolumuz bolğan əhval astidimi biz yana balamızın 5 əzası saq bolğan şu normal balalarga o'xshash xo'shal xuram yashash o'qil nimasidan o'qil xo'shallikdan mahrum qolmaslik uchun qo'limizdan kelgancha tirishyapmiz va buni normal yashagan balalarga o'xshash muomala qilib ashlarningki faoliyat doirasini ichiga akirdingizlarda o'ynaymiz o'z qo'shilib o'ynaymiz bu o'yin qurdi kim bo'ldiki boshqalarni o'yintida o'z o'ynaymiz qilamiz bir shaklda o'yinga qo'shildi qo'shmayman Kırın kılalayısız, çoğun kılalayısız falan men kırın deb turib. Şu xil jihatda, şuna başqa tanladım. Əmdiliqi, məsələn, balalarımız cıq sözəb gəlsə, hay balam, az gəl qıl demə. Nurğulluğan gəp qılışını kütüb atqan analar ba. Balalarımız yügrəb oynab gəlsə, cim dur demə. Nurğulluğan minişini töt gözdən kütüb atqan ata-analar ba. Balalarımızın gəp qılalığının özü bizning baxtimiz. Balalarımızın yügrəgənin özü, cıq hərəkət qılalığının özü, yəni bizning baxtimiz. Şunaylıqı balamızın şu 5 azayının sağ hayat göz aldığımızda turuşunun özünü biz en yuqarı dərəcədəki bəxt deb his qılıb aşağı yüzünüşümüz olan çəkləmək. Demisəm də hazır biz uçuravatqan bisimlər biz ata-analar bilan kəssun. Onu hərgiz özümüzünki psixikimiz arqılıq balalarga singdirməyli onu, balalarni çəkləməyli. Onun üstüge bizden küçük vaxtlarımızı oylap baxsam mən bizden məhəlli şunda bir çoğ məhəllidir. Biz məhəlli patmayı oynayıbdıq. O vaxtlarda. Hazır balalar yılın bir öy pitvatıdı. Küçük bir mesela 100 metrlik. Küçük 100 pek çoğ olub gəlsə 150'lik bolmasa 100 metrlik öyünün içik pitip oynavatıdı. Şuna mı yani çəklisək? O vaxtda da bulmaydı da. Biz bir məhəlligin patmayı oynayıbdıq. Bir nəsə qalsa yaşlığa təsir etdi şu yaşlıqda qılınğan iş kəp. İcadçılığa təsir etdi. Həm nəsəgə. O vaxt keyin təsir etdi. Məsələn bizim şunaq ballıqımız doya ballıqımız yaşab oyunduq ki yaş boğa vaxtımızda ballıqımızın tadını tetib boğan hem yaşlığımızın tadını çıxaylı. Maçta qalıq yaşlığımızı bütün işlərini qıldıq, oynuduk, gördük, yaşdıq. Hem de özümüzü tutub atanı boğa vaxtımız resmi atanın təmini tetib yaşayımız. Hər bir dövrün özü xas təmin vardı. Hem de hammamızın hayatında ötken yeterince royu besimiz, kıyınçılıkımız var. Ben gerçekten hakikaten mi yani şu balalıkın yaşayamayvatkan, işte balalarını görsem hakikaten turamayma, çilap turamayma. Balalıkın yaşası bulmamdı. Yaş boğa vaxtda bir püşayman qılıb qalmız ki deb oylayman. İnşallah heç kimə beşə kəmsin ağrısılar. Ya sağ balalar mı yaşasın balalığı da? Yaşasın, əlbəttə yaşasın. Onlar texmi yaşasın. Bizninkiler mi yaşasın? Şuna bütün balalarının balılığını yaşayacaqlar haqqı var. Bunları biz yaşayışımız gerek. Doğru. Rəna abaytaqı Nihal deb söz içib getdik. Anlıqışlar çoxum Nihal'ın bir köygüsü var deyimə. Bugün əb gəldiniz. İçi püşüp diye ayədə, hə? Getdi yazdırış 2 saat bulursun saxlab ceydi. Getdi ondan sonra Ağustin bunda uzun ayrılmaydı deməz. Ağustin öydə qapqan, dərs badab. İçi püşüp ceydi bop getdi yazdır saxladı. Çaqasaq kiləmə. Çaqır baxaylı. Çaqır baxaylı. Nihal. Gel. Gel. Hadi şuraya bir merhaba diyelim. Başka bir sürü arkadaşlarımız var. Merhaba diyelim. Merhaba ondan sonra bay bay görüşürüz diyeceğiz. Nihal, bir gap qıpırına. Hadi görüşürüz. Merhaba, görüşürüz.
Ay, mılgı so'rlab tursak deb bermaydi. Anda xus Mustafa bilan paranglashsin. Mustafa telefon urib beraylik. Abiyle konuşalım gel. Mustafa telefon uraylik. Alo anne. Sen Nihal'ı bir şekilde konuşturmaya çalışsana. Nihal. Bak abisini çok özledi. Al. Abba. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Dikiz gelmedi. Sekiz. Tamam oğlum çok teşekkür ederim. Yağıran sadılar keltirib qo'yadi da. Tamam akla bulam hoş Mustafa. Hoş. Ovozni angladik mana. Ovozni angladik, ammo o'tganda bir harflarni bek to'g'ri 1, 2, 3 deb bergan. Lekin bugun u kayfi yo'q. Aksinde bo'lmagan u kayfi yo'q. 3 Lekin da şekilgilam deb qo'y, bizni aldab qo'ydi. Hozir yaxshi. Bütün gap qilsak gaplarni tushunib, inkas qaytirib turdi. Dedim, shunchalik uzun suhbat qilib ketamiz ko'zimiz bilan, qalbimiz bilan. Biz yaxshi hozir burunga qaragan. Texim yaxshi bo'lib ketadi. İnşallah. Axir ovozni anglab oldik. Arana bugun qimmatli vaqtingizni chiqarib suhbatimiz qatnashishingiz bilan men bek jiq narsani his qildim. Balkim anglagan ko'rurmanlarmi, anglag'uvchilarmi meningda jiq narsani his qildi deb o'ylayman. Masalan, mushundaq holatdagi ota-onalarmi ma'lum bir narsani bilishiga turtki bo'ldi bugungi suhbatimiz deb o'ylayman. Hammamizga yaxshi bir bilim berdingiz. Asli sizlarga rahmat desam bo'ldi, mushtaq bir. Sizlar shunchaki yaxshi qilyapsizlar o'zimizning madaniyatdan boshlab bizning dardlarimiz, ortiqchiligimiz, nurg'un yaxshi taraflarni mushtaq ham bahrlab ko'zitib, paylaşib deganga o'xshash 30-20 kishilik bir ekip, buna kollektiv qiladigan bir ishni sizlar ish kuchaylan kecha kunduzni ulab kechani kunduzga ulab tirishib shunday yaxshi bir natijani qo'lga keltirdinglar. Unda deb ketgan bishidilar bek maqtab ketgandingiz, oxirida yana maqtisiz men xijilyapman. Shu ekrandan keyin taraf turib xizmat qilayotgan sizdan boshqa yana xizmatdoshlarimizga rahmat bo'lay. Ish qilib haqiqatan bek tirishchilik ko'rsatdinglar. 30-20 kishilik bir ekip qiladigan ish, asli bir guruh qiladigan ish. Ish qilib kecha kunduz tirishtinglar, programmalar shunday sifatga yaxshi chiqadi. Sizlarga rahmat desak bo'ldi. Men turib yana shu farishta bolalarimizning qahramon onalarimizga vakolatdan yana bir qitim rahmatimni bildiraman. Sizlarga ko'p rahmat. Ona deyiş ketmeydi. Hem de şu anılarının içinde söhbetimiz qatnashib, özünün bilgenlerini başqalarga deyishni xalaydiganlar bolsa, bu mucilik bir adam içinde bir narsa azap yoki bo'lmasa bir parishonlik bo'lsa, tüküvetse, başqalarga oshkorlasa deb yengillab qoldi-ku. Mesela ashta bir xil tuyg'uda shularni deyishni başqalarga bilan tang odamlik hasratlarini o'rtaqlashishmi bir baxt. Shularni bir davitishni xalaydiganlar bo'lsa, bizning sahnimiz har vaqt tayyor. Ularni qarshi olamiz. Biz kelar qitimliq faoliyatda Xudoyim buyursa. Men bir yolg'iz emas, boshqa farishta bolalarimizni birlab kelishga tirishimiz, boshqa odamlar bilan birlashishga tirishimiz. Xudoyim buyursa. İşte bo'g'ay inshaalloh. Bugungi suhbatimizning xulosasi odam hayotida har xil azob-oqibatlarga va qiyinchiliklarga duch keladi. Onu kuchga aylandırsak yengimiz, onunğa çöküp qalsaq yengilimiz. Shunda qilib bugungi suhbatimiz mushada oyoqlashdi. Kelar qatimliq suhbatimizni ko'rishaylik. Xayr-xush, Allohga omonat.